Har kuni 1% yaxshiroq bo'lish formulasini bilasizmi? Men hozir sizlarga bu oddiy matematika bilan hayotingizni butunlay o'zgartirib yuborishini tushuntirib beraman. Ko'pchilik o'z hayotini bir kunda o'zgartirmoqchi bo'ladi, lekin bu imkonsiz. Katta natijalar kichik odatlardan boshlanadi. Har kuni 1% yaxshiroq bo'lish 1 yilda 37 baravar o'sishni ko'rsatib beradi. Misol uchun, hammamiz qiynalib o'rganadigan ingliz tili ham har kuni bitta yangi so'z yodlash bilan 1 yilda 365 ta so'z, ya'ni bemalol muloqot qilishga yetadigan so'z boyligingiz bo'ladi. Yoki yana bir hayotiy misol, sport bilan shug'ullanmoqchisiz. Har kuni kichkina nagruskalardan boshlab 1 yilda sog'lig'ingizdagi ijobiy o'zgarishlarni aniq sezasiz. Uchinchisi va eng asosiysi psixologik ta'siri. Har kuni 1% dan yaxshiroq bo'lish sizni bosimdan qutqaradi. Katta orzularingizga asta-sekin erishib borasiz va eng asosiysi ruhiy barqarorligingiz o'z qo'lingizda bo'ladi. Demak, sir oddiy, har kuni 1% yaxshiroq bo'lish hozirgi o'zingizdan 1 yilda 37 baravar kuchliroq bo'lishni ta'minlaydi. Izohlarda yozib qoldiring, siz bugundan boshlab qaysi odatda 1% yaxshiroq bo'lishni boshlaysiz.